Assalomu alaykum hurmatli Xonqiz.uz YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimizda aziz mehmonlari. Sizlar uchun kerakli va foydali videolarni chiqarishda davom etamiz va har doimgidek men Xonqiz.uz YouTube kanali ijodkori Nazir Jahongir sizlar bilan Farg'ona tumani So'lim go'shalarga, davolanish maskanlariga juda ham boy. Mana shunday maskanlardan biri o'zini davolovchi suvlari, serovodorodli vannalari va shirin so'z xodimalari bilan butun respublikamizga, nafaqat respublikamizga, balki butun O'rta Osiyoga mashhur bo'lib borayotgan qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikalaridan ham mehmonlari, dam oluvchilar, davolanuvchilari bo'lgan Koinot Kavsari olami sihatgohini oldida turibmiz. Xuddi shu sihatgohni yangi faoliyat yo'lga qo'yilgan yangi bo'limini sizlarga ko'rsatamiz. Bu ham dietolog, ham revmatolog o'z ish faoliyatini boshlab, bu joyda demak shirinliklar, xalqimizga manzur bo'luvchi milliy shirinliklar, tortlar, piroglar, har xil pishiriqlar va non mahsulotlari xuddi shu joyning o'zida pishirilib, xalqimiz dasturxoniga tortilyapti ekan. Xuddi shu joyda ochilish marosimi desa ham bo'ladi, shuni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda nima bor, nima pishirilyapti, o'zi xalqimizga nima beradi bu va dam oluvchilarga nima foyda beradi va bu binoni ishga tushgandan keyin dam oluvchilarga qanday imkoniyat beradi. Shu to'g'risida video tayyorlaymiz. Xudo xolasa oxirigacha ko'rib, like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Izohlarda fikr munosabatingizni kutib qolaman. Mana shu yangi qurilgan bino birinchi qavatida milliy shirinliklar va pishiriqlar tayyorlanadi. Ikkinchi qavatida yotoqxonalar, ya'ni sanatoriyani bir bo'limi sifatida xizmat ko'rsatadi. Uchinchi qavatida bo'lsa madaniyat zali joylashgan. Xuddi mana shu zalda bugun respublikaning ko'zga ko'ringan revmatologlardan biri doktorimiz tashrif buyuribdi. Ular bilan birgalikda bo'lib o'tayotgan seminarni sizlarga ko'rsatamiz. Atrofni ko'rib turibsizlar, landshaftga gap yo'q, tabiiylikka asosiy urg'u berilgan va milliy va zamonaviylik uyg'unligida qurilgan yangi binoni ko'rib turibsizlar. Mana shu Konchilar shaharchasining ko'rkiga ko'r qo'shib turgan binoni hozir ko'rsatib o'tamiz. Ichida nima bor? Bu binoda nima faoliyat olib boriladi? Oxirigacha ko'rib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bismillah. Mana shu yangi binoni birinchi qavatidamiz. Xudo xohlasa, kirishingizga dimog'ingizga gup etib tabiiy nonni isi ufuryapti. Bu ham bir o'zgacha odamga. Eng shirin hid qaysi degan avvallari bilsanglar, Navoiy hazratlari va Husayn Boyqaro to'g'risida shunaqa hikoya bordi. Eng shirin hidni topib keltirganda mana shu bo'yni, ya'ni nonning bo'yini, nonning isini, nonning hidini aytishganida, xuddi mana shu joyda birinchi qavatida fitabardan tashqari milliy shirinliklar, tabiiy mahsulotlardan, o'zimizning tabiiy mahsulotlardan, tabiiy bug'doy unidan tayyorlangan va tabiiy makkajo'xori unidan tayyorlangan mahsulotlar xuddi mana shu joyda bor. Mana bunisi mana tabiiy bug'doy unidan tayyorlangani, bu tepasidagisi makkajo'xori unidan tayyorlangan va tabiiy tvorog va boshqa mahsulotlardan, shirinliklarni ham tabiiysidan ishlatilgan. Mana bu shirinlikka e'tibor bering va bu nonga e'tibor bering. Boyitilgan undan, ya'ni yod mahsulotlariga, vitaminlarga boy bo'lgan, boyitilgan undan tayyorlangan non va somsalar bor. Bu nonni sahri bor yoki xolesteringa allergiyasi bor odamlar bemalol olib yeyishlari mumkin. Semirtirib olmaydi. Xuddi shu tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan shirinliklar va shirinliklarda iste'mol qilish uchun mana shunday chiroyli sharoit mavjud. Ko'ryapsizlar, bu joyda ham dam oluvchilar, ham mana shu Konchilar shaharchasidagi aholi bemalol kelib, maza qilib shirinliklardan va pishiriqlardan yeyishi mumkin. Kofe, choy va giyohli choylar damlab beriladi. Endi ikkinchi qavatning bir boshidan ko'rsatilgan bo'lsak, bir xonalariga e'tibor beramiz. Xonalar qanday jihozlangan va nima sharoitlarga ega? Birgalikda ko'ramiz kerak. Pishiriqlar olamiga to'la bo'lgan birinchi qavatdan so'ng ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu qavatda ko'rib turganlaringdek 6 ta xona tayyorlangan. Xuddi shu 6 ta xonani
5tasi 2 kishilik, bittasi 4 kishilik xonalar. Bu xonalarda birinchisiga mana kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hadi birgalikda. Chiroqni yoqdik. Kirib kelishingiz bilan dizayni o'zgacha uslubda qilingan. Mana bak kiyimni yechib turib kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Studiya hisobida qilingan. Mana bu joydagi, demak, bu mebel yotoqxonani to'sib turadi. Va mana bu joyda bemalol ovqatlanib, televizorlar o'rnatib qo'yilgan. Mana bu joyda bemalol choy ichish mumkin. Bu joyda bo'lsa, narsalarni bemalol qo'yishlari mumkin bo'ladi. Mana narsalarni qo'ysa bo'ladi. Mana bu chiroyli divan bo'lsa, ortopedik matraslar bilan jihozlangan, ko'rtilingan ortopedik matras. Demak, bu joyda yotgan odam belini, umurtqasini to'g'ri qilib yotib davolanishiga ko'maklashadi. Va mana bu shkaflarni ko'rib turibsizlar. 2 kishilik shkaflar kiyib ilgani va boshqaga bittadan tumba bor, 2ta tumbasi bor. Va mana bu stullar tashqaridan bemalol va atrofga kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bu tomonda chiroyli manzara juda ham. Endi ikkinchi xonani ko'rsatamiz, birgalikda ko'ramiz. Albatta, bu yerda sharoit qanday jihozlangan va ko'rinishi qanday. Mana bu joyda bilasizlar, endi bu joy sanuzel joylashgan. Sanuzelda dushi, hammomi, rakvinasi, mana shu joyda sharoitlari yaxshi xullas. Bismillah. Mana bu ikkinchi xonasi. Demak, kirganingizda bunda ham studiya qilib tayyorlangan. Demak, bu tomon yotoqxona ajratilgan alohida qilib. Bu tomonda bo'lsa, sanuzel joylashgan. Sanuzel hammom shu joyda. Endi buni dizayniga endi baho beringlar. Qanaqa deyapti, nima deyapti? Qo'yinglar, chiroyli, yaxshi bezatilgan va albatta yaxshi mebellardan tayyorlangan. Chiroyli kompozitsiya qilingan. Mana tombalar 2 kishiga bittadan 2ta tomba qilingan va mana bu shkaf, idishli shkaf sizni xizmatingizda bo'ladi. Televizor yotoqxonani to'g'risida joylashgan. Xohlasangiz buni teparoqqa ko'tartirib olishingiz ham mumkin. Va albatta u yerda yo'lakni chap tomonida demak joylashgan sanuzelni ham birgalikda ko'ramiz. Kelinglar. Bu to'rtburchak to'rtburchak shaklda qurilgan. Marhamat. Tamam, shuni ko'rsatib oling. Voh, nima deyapti? Yangi hali ishlatilgan ham yo'q borku. Yangi bino. Xuddi mana shu joyga kelib davolanib, mana bu koinot kavsari olami sihatgohidagi hamma xizmatlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Yotoqxona nima deyapti? Yangi binoning 3-qavatida hozir revmatolog vrachimiz kelgan, ularda suhbatini, seminarini tomosha qilasiz. Mana shu joyda ongli ravishda tushunib, o'z kasalliklarini, bemorliklarini, dardlarini mana shu joyga tashlab, sog'lom hayotga qaytib ketishlarini tilagan mana shu sanatoriya ma'muriyati shuni tashkillashtirgan. Birgalikda darslarni kuzatamiz. Ketdik. Sababi mana shu hujayralar o'zidan oshqozonni shirasiga o'xshagan narsa ishlab chiqaradida, mana shu shishib ketadi, suv to'planadi. Poliartritni nima uchun poliartrit bo'ladi? Nima uchun kimdir bo'ladi, kimdir bo'lmaydi. Shu paytgacha poliartritning sabablari yo'q. Nima uchun bir bemor poliartrit bo'lgan, nima uchun bunisi bo'lmaydi? Uni hozirgacha sababi yo'q, faqatgina bir necha teoriyamiz bor. Ulardan bittasi kuchli infeksion shamollashlar. Masalan, COVID o'tkazishi mumkin, qattiq. Masalan, kimlardir gepatit o'tkazishi mumkin, kimdir stressdan keyin bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar va undan tashqari genetik moyillik o'tadi. Bu degani ona revmatoidni poliartrit bo'lsa, bola bo'ladi degani emas 100%. Faqatgina moyillik o'tadi. Agar bola ham keyin qanaqadir infeksion kasallik o'tkazsa, nimadir bo'lsa, yana mana shu kasallik o'tib ketishi mumkin. Qabulimizga kelishadi, bemorlar o'sha bo'g'im shishib ketyapti, boshqa bo'lyapti. Betsinin olishadi. Yana aytaman, betsinin bu bo'g'imlar uchun dori emas.
Vitsilin sizlar bilgan antibiotik. Ko'p ishlatamiz antibiotik. Bolalarga ishlatamiz, boshqa qilamiz. Xuddi shunaqa antibiotik vitsilinni olmaymiz. Xo'p, bundan tashqari nima qilishadi yana? O'zimizning holatimiz haqida harakat qilishimiz kerak, mana shu bo'g'imni yaxshilash maqsadida. Lekin sizlar og'riq qoldiruvchi ichib, o'sha bo'g'imni aldab qo'ysanglar o'zlaring o'zini, erta u yemirilib ketsa, suyaklarni biz keyin tiklolmaymiz. Qanaqa davolashimiz mumkin o'zi? Poliartritni qanaqa davolash kerak? Poliartritni davolash o'zi etap-etap, bosqich-bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichda biz haqiqiy o'sha bemor uchun ma'qul bo'lgan dorini topib olishimiz kerak. Chunki dorilarimizni turlari ko'p. Masalan, metatrexat degan dorini kim eshitgan? Oralangda. Lefno, metatrexat, plakminil degan dorilarimiz bor. Bu dorilarning turlari ko'p. Reumatoidni poliartritni davolaydigan dorilarning turlari ko'p. Lekin kimgadir ta'sir qilgan dori bu odamga ta'sir qilmasligi mumkin. Xuddi shaxmatga o'xshab biz bu yerda kombinatsiya qilib ko'ramiz. O'sha kombinatsiya qilishimizdan ma'lum bir aynan o'sha bemorga ma'qul bo'lgan dori topamiz va boshda aytib o'tgan o'sha katta daraxtimizni noto'g'ri ishlayotgan shoxini o'chirib qo'yamiz. Bu narsa lekin bu bir oyda bo'ladigan narsa emas, yo 2 oyda bo'ladigan narsa emas-da. Bu 1 yil, balkim 2 yil davom etadigan proses hisoblanadi. Lekin mana shu prosesda bemor bilan shifokor har doim bir-biri bilan mana shunday ishlash kerak. Chunki maslahat qilish kerak. Chunki biz hali bilmaymiz. Masalan, tasavvur qiling, bir bemor kelsa, men unga hali qaysi qanaqa dori yaxshi ta'sir qilishini men bilmayman. Berib ko'raman, metatrexatdan boshlaymiz. Agar bu ishlamasa, boshqa beramiz. Shunday qilib, aniq yaxshi dorisini topib olganimizdan keyin 2 yil, 3 yil davomida o'sha dorini ichib yursa, o'shandan keyingina bu kasallikni yengishimiz mumkin. Nima uchun bunaqa uzun davom etadi davolanish? Chunki mana shu immun hujayralari, bilasizlar, qayerda ishlab chiqariladi immun hujayralari? Immun hujayralarni bizani suyak iligimizda ishlab chiqariladi. Har 100 kunda to'nni almashadi ular. Biz masalan dorini ichdi bemor, o'zini yaxshi his qildi, zo'r bo'lib qoldi, bemorlari ketdi. O'sha dorini to'xtatsa, yana 2 hafta, 1 haftadan keyin yana kuchayadi. Sababi har 100 kunda mana bu narsa chiqadi. Biz qondagi immun hujayralarini dori bilan bloklasak, yangitdan har 100 kunda suyak iligida qayta ishlab chiqariladi. O'shaning uchun ham biz 1 yil, balki 2 yil davomida to'xtatmasdan dori bersak, o'sha suyak iligidagi noto'g'ri ishlayotgan hujayralargacha kirib borib, o'sha yerni ham bloklaydi. Shundagina biz mana shu narsani davolashimiz mumkin. Grija, mana grija ham bizning sohamizning bittasi. Kimda grija bor? Menda. Hammamizda bor. Nima deb o'ylaysizlar, mana shu grija nima uchun paydo bo'lgan sizlar? Ovqatlanish. Og'ir ko'tarish. Ko'p o'tirish. Endi qanday davolasak bo'ladi? Xo'p, revmatizm qanday davolaymiz? Grijani qanday davolaymiz? Mashq. Turnik. Yana kimda bor? Ozish. Mashqlar. Ertalab birdan turib ketmasdan yemaklab yuraman. Grija. Mana grija ham bu nima degani? Ikkita suyakning orasida nervni qisilishi degani. Mana men xursand bo'ldim, sizlarning oralaringda hech kim dori bilan davolaymiz demadi. Bu narsa juda ham yaxshi, o'sha sizlarni tibbiy madaniyatlaring yuqoriligidan bildiradi. Juda ham muhim narsa. Demak, grijani haqiqatan to'g'ri aytdinglar. Biz dori bilan davolay olmaymiz. Dori bilan davolay olmaymiz. Chunki ikkita suyakning orasida turgan nervning qisilishi bu. Biz dori bilan faqatgina o'sha og'rig'ini qoldirishimiz mumkin. Atrofida shishgan bo'lsa, qisilishida juda go'sht paydo bo'ladi. Yo'q, go'sht emas, u disk bo'ladi. Disk cho'rasi deyiladi. O'sha Lechini olib yursa ham bo'lmaydi. Faqatgina o'sha mashqlar bilan tuzatish mumkin. Birinchi navbatda nima qilishlaring kerak? Vaznni to'g'rilashlaring kerak. Vazn. Chunki sabablarini yo'qotmasanglar, bu kasallik tuzalmaydi. Sabab hamma narsa to'g'ri aytdinglar. Juda ham zo'r. Nima dedinglar? Ortiqcha vazn, kam harakatlilik, mana gemoglobin kamligi dedinglar, travmalar bo'lishi mumkin kimlardir, o'sha yiqilgan, avariya bo'lgan mana shu narsalar. Shu natijasida kelib chiqadi. Avvalambor sizlar sababini yo'qotishlaring kerak. To'g'ri ovqatlanishlaring kerak, vaznni kamaytirishlaring kerak. Keyingisi mashqlar. Mashqlarning turlari ko'p. Endi kimdir turibda osilish deydi,
kimdir emaklab yurish deydi, kimdir tekislarni tasab bosh ko'tarilgan yerda yotish deydi. To'g'ri, hammasi to'g'ri. Faqat nima kerak? Davomiylik kerak. Sizlar grijani bir kunda orttirib qolmagansizlar-da. Mana biz nima deymiz? Yaxshi yuruvdim, bir kunda ushlab qoldi oyog'imiz deymiz-ku. U noto'g'ri-da. Grija bu yillar davomida kelib chiqqan proses. Yillar davomida. Sizlar bu narsani prosta bir marta qisib qolgandan bildinglar. Endi o'ylaysizlar, bir kun mashq qildim, 2 kun mashq qildim, tuzalmayapman deysizlar, borasizlar, blokada qildirasizlar, qanaqadir olib qoldirib dori olasizlar yoki operatsiya qildirasizlar, vashington invalidga olib keladi bu narsa. Shuning uchun bu yerda hamma mashqlar to'g'ri mashqlar. O'sha cho'zilish, o'sha turnikka osilish, o'sha yerda emaklash, o'sha bu boshni teparoq qilib yotish, hammasi to'g'ri mashqlar, faqat davomiylik kerak. Sizlar uzoq davom etsa yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa, uzoq davom etsa, agar sabablarni yo'qotsangiz, vazn tashlasangiz, to'g'ri ovqatlansangiz, mashqlarni qilsangiz, yaxshi bo'lib ketadi. Lekin biz juda ham nima deydi? Erinchoqmizda bir kunda tuzalib qolishimiz kerak. Lekin bu kasal 10 yillik kasal. Lekin biz bir kunda tuzalishimiz kerak. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bir kunda tuzalmoqchi bo'lsangiz, operatsiya qiladi. Operatsiyada sizlar invalid bo'lib qolasizlar keyin. Bitta savol bor. 81-singlim bor. 5 yil bo'ldi. Mana shu yerda grija, lepanda davolanishganda, keyin gepatitga chiqdi o'tkanda. Tez og'ir holatlarda, o'sha singlimga video olib tashlayman. Qanaqa mashqdan boshlash kerak? Bu gimnastika mashq. Maktabda nima o'rgatilgan bizga? Maktabda o'rgatilgan mashqlar yelkalar ochiladi, bo'yindan boshlaysizlar. Oddiy, o'ngga, chapga. Davomiylik. Mana shu bo'yinda og'rig'i, mana shu mashq bor, juda oddiy ko'rinadi, ko'zlaringiz. Juda oddiy ko'rinadi. Tasavvur qiling, sizlar Amerikadan zakaz qildinglar, 500 millionga dori olib keldinglar-da. Endi uni qanaqa ichasizlar? Soatlarini yozib qo'yib, vaqtlarni kerak budilnik qo'yib ichasizlar, to'g'rimi? Chunki 500 million sarfladinglar unga. Shunaqa esimdan chiqib ketmasin. To'yim bo'lsa, to'y nima kerak? Men dorimni ichay. Mehmon kelsa, yo mehmonni qo'y, dorimni ichay deysizlar. Mana shu mashqlar sizlar oddiy ko'rinadi-da, lekin tekinda bular. Lekin bir taroziga qo'yib ko'ringlar odam. Mana shu mashqni tarozida bosib ketadi og'ir. Juda oddiy narsa. Bo'yin chapga, o'ngga, chapga, o'ngga. Men bo'yin soqollarida ham bor-da, turnikka osilaman. Udumni turaman. Qo'ygan. Qo'lim og'rib qoladi 2-3 kunda, keyin qo'limga nagrizka tushdi, o'sha deb qilmay qo'yaman. Qilmay qo'yasiz. Sababi siz ortiqcha o'zingizga hali ortiqcha nagrizka beryapsizmi? Men doktorman, men shifokorman. Men og'ir atletikachi emasman-da. Bugun 300 kilo hozir shunday tosh ko'tarib, oyog'im sinib qoldi. 300 kilo tosh ko'tarsam. Lekin 10 kilo tosh ko'tara olaman hozir. 10 kilo bugun ko'taraman. Ertaga ham 10 kilo ko'taraman. Keyin sekin-sekin 20 kilo ko'taraman, 30 kilo ko'taraman. Mana shunaqa qilib, mana 1 yildan keyin 300 kilo ko'tarishim mumkin. Uni bor. Lekin unga avval tayyor bo'lishingiz kerak. Mana bu mushaklaringiz hozir sizni o'zingizni vazningizni ko'tara olmaydi. O'shaning uchun birinchi oddiy mashqdan boshlang. Oddiy o'ngga, chapga, yelka mana. Maktabda nima o'rgatganlar? Maktabda. Prosta oddiy. Sizlar bu narsani to'g'ri qabul qilmaysizlar. Sizlarga qachon qimmat bo'lish kerak, qachon pul sarflashlaring kerak, undan keyin sizlar o'zlaringiz qabul qilasizlar. Oddiy narsa. Mana shu bo'g'im kasalliklarida mana aytaman, bo'g'imlar harakat bilan tirik. Bo'g'im bizga harakat uchun berilgan narsa. Bo'g'imlarimiz harakat bilan tirik. Qancha o'tirib qolsanglar, shuncha yomon bo'lib ketaveradi. O'tirib bo'g'imlarni tuzata olmaysizlar. Men qarsillashlar bor, bu yerda grija bor, boshqa narsalar bor. Bu narsalarni sizlar yotib tuzata olmaysizlar yoki dori ichib tuzata olmaysizlar. Dorilar qo'shimcha narsa. Masalan, dori ichib 1 yilda emas, 6 oyda tuzalasiz. Dori ichmasanglar 1 yilda tuzalasiz. Shunaqa narsa. Shunaqa. Lekin asosiy narsa baribir bo'g'imlar uchun bu harakat. Faqat harakatni ham, mashqlarni ham o'sha o'zlaringga mosidan boshlashlar kerak. Bugun qilib charchab qolib, ertaga bir hafta yotib qolishlaring bilan hech narsa o'zgarmaydi-da. Onimizda butunda o'sha 15 minut, 20 minut qilsak, o'sha savolda mana grijani mana igloterapiya bilan anaqa qilib nervlarni ochib davolashadi. Nerv qanaqa ochiladi? Sizlar o'zlaringiz tushunadi bo'yicha misol uchun bitta opam kelib, o'shani olishdi. 25 kun anaqa rejim saqlaysa, o'sha nerv ochiladi. Lekin yaxshi bo'ldi.
Shu nimada? Mana bu umurtqa pog'onamiz. Ha, umurtqada grija bor. Bitta grija bor deylik-da. Xo'p. Mana bu bizning mushaklarimiz, mana shu umurtqamizni ushlab turadigan yelkamizdan tortib mushaklarimiz. Mana mushaklarimiz. Igla terapiyada nima qiladi? Igla nima bo'ladi? Mana shu yerda grija chiqqandan keyin, og'riq bo'lgandan keyin bizda og'riq bo'lsa nima bo'ladi? Stress bo'ladi. Qotib turamiz, asablarimiz tarrang bo'ladi. Mushaklar ham qisilgan holatda bo'ladi. Mana mushaklar qisilgan bo'ladi-da, oyoq og'riydi, asab buzilgan, og'riq, mana mushaklarimiz shunaqangi tarrang bo'ladi. Igla terapiya nima qiladi? Igla terapiya mana shu yerdagi har bir mushakka to'chishni sanchilib chiqadi-da, mushaklarni bo'shashtiradi. Mushaklar bo'shashgandan keyin mana bu suyaklar bir-biridan qisman bo'lsa ham ochiladi. Qisman bo'lsa ham ochiladi, ochilgani hisobiga boyagi nervni qisilgani kamroq bo'lsa ham ketadi. Lekin uni effekti ham uzoq emas. Bizga qanaqa tez yordam. Mana shu yerga igla terapiya qilgan vaqtimiz mushaklar bo'shashib ketadi, yoyilib ketadi. O'sha hisobiga mana bu yerda salgina bosim kamayadi, orasi ozgina ochiladi. Basseyn. Bu ham boyagi terapiya nima deydi? Mashqlarni bir turi. Harakatni bir turi. Bu ham yaxshi. Harakatni bir turi, faqat sovqotib qolmaslik kerak. Bu ham boya aytganda, bu ham yaxshi narsa, faqat mana shuni o'ziga tayanib qolish vaqtincha davom ettirsa, mana shu holatda davom ettirsa, mashqlarni qilsa, zo'r effekt beradi. Lekin shuni o'zi bilan nima qilish ketish kerak. Hijoma haqida ham gapirgansiz. Ha? Kim hijoma olgan? Men. Sizlar olgansizlar. Nima sababdan olgan? Men anaqa qon aylanishgada O'yin qonlar. Hijoma o'zi maqsadi nima? Hijoma nima uchun? Nazarchinasi bo'yicha 25% qon aylanadi organizmda. Qon suyultirganmi? Olganmi? Shunga suyultirish, qon suyultirish, davleniyani pasaytirish, tuzlarni chiqarib tashlash, yana nima? Yo'q, tuzlarni chiqarib tashlash, qondagi quyuqlik Ha, chiqarib, qon quyuqlik. qonda misolcha Qon tomiri tozalash. Harom qonni tashlaydi. Harom qon, yo'q, bizda harom qon bo'lmaydi. Bizda harom qon bo'lmaydi. Odamlarda qon yo'q. Qarang, hijoma zo'r narsa. Foydasi bor. Hijoma mana qaranglar. Bizning organizmimizda hech qanaqa harom qon yo'q. Xudoga shukr, hamma qonimiz halol. Halol, xudoga shukr. Toza qonimiz. Hech qanaqa yomon qonimiz yo'q. Hijomaning maqsadi nima? Ha. Hijoma, qaranglar, hijoma nima qiladi? Hijoma zuluk o'zi bitta narsa, masalan, tilib ozroq qon chiqarishadi, ha? Banka qo'yiladi, mana shu joyda qon chiqadi. Asosan og'riq bor joylarga qilamiz, ha? Og'riq bor joylarga qilamiz. Xo'p, bizning o'zi organizmimiz shunaqa mukammalda, Xudo shunaqa yaratgan. Bizning organizmimiz o'zini tarkibida shunaqa organlar bor, tabiiy og'riq qoldiruvchi juda kuchli moddalar ishlab chiqaradi. Juda ham kuchli moddalar ishlab chiqaradi. U moddalar shunaqa hozir ilmiy izlanishlar shunaqa natijalar beryapti. Rakni ham o'zimizni hujayralarimiz bilan davolash bor. Shunaqa o'zimizning organizm ishlab chiqaradigan hujayralar orqali rak hujayralarini ham yo'qotadigan darajada kuchli moddalarimiz bor tanamizda. Shulardan bittasi shunaqa atsitin xolin deydi, ketoxolaminlar deydi-da. Ular hammasi mana skoriga o'xshab bitta joyda turadi. Mana skori bilasizlar, shahar bo'lsa, bitta joyda turadi. Qayerdadir yong'in bo'lsa, kimdadir mazasi qochsa, o'sha yerga boradi. Xuddi shunaqa mana bular maqsadi, mana shu yerda ozgina tilganimizning maqsadi hech qanaqa qon olib tashlash emas. Yoki hech qanaqa qon suyultirish emas. Bizning asosiy maqsadimiz organizmimizdagi o'sha skorini mana shu og'riq bo'lgan joyga chaqirish. O'sha chaqirilganimizdan keyin signal beramiz. Ozgina tilamiz, sekin-sekin. O'sha o'ylaydi, bizning organizm o'sha yerda katta jarohat bor, katta og'riq bor, kattadir kasallik bor o'sha yerda deydi-da. O'sha bizning o'zimizni tabiiy og'riq qoldiruvchi, kasalliklarni tuzatuvchi maxsus dorilarimiz bor, moddalar bor. Bu moddalar taloq degan organimiz bor. O'sha taloqda saqlanadi, jigarda saqlanadi. Ular o'zidan o'zi chiqmaydi. Ular agar kerak bo'lgan joygagina boradi.
ular faqatgina turadi. Skorida, как ular skori tasavvur qilsanglar bo'ladi, skori o'tiradi. O'sha narsani biz uyg'otishimiz uchun mana shunaqa tilib qo'yamiz. O'sha skori paydo bo'ladi, boradi. O'sha yerda sizlar og'riqlaring qoladi, nimalaring qonlaring suyuladi. Chunki nima uchun qon suyuladi bundan keyin? Chunki u moddalar borishi uchun qon yaxshi aylanishi kerak. Qon yaxshi aylanishi uchun qon suyuq bo'lishi kerak. Demak, tabiiy qon suyuladi bu yerda. O'shani eng asosiy sxemasi mana shu. Katta effekt. Albatta, vrach nazoratida bo'lishlaring kerak. Sterilniy muhit kerak, toza joy kerak. Hamma joyda ham olmaylar bu narsani. Bu narsa sterilniy yaxshi mutaxassisdan olishlaring kerak. Chunki bu agar bir martalik bo'lmasa ishlatayotgan narsalar, iflos narsalar bo'lib qolsa, bu qon bilan ishlanayotgan narsada gepatitlar bor, infeksion kasallik bor, yuqtirib qo'yishlari mumkin. Zulik boshqacha. Zulikni so'lagida geparin olasizlar. Kim geparin oladi? Geparin oladi. Ha, siz olgansiz. Mana sizlar olgansizlar geparin. Zulikni so'lagida o'sha geparin bor. Zulik o'zi bizning qonimizni so'rgan payti hech qanaqa bizning yomon qonimizni so'rib olib qolmaydi. Просто so'rgan payti tishidan, so'lagidan bizga geparin, tabiiy geparin o'tadida qonimizni suyultirib beradi. Mana shu narsa bilan zulik Qurganda zulik to'yib tushadi-yu bo'lmasa. To'yib tushib bizning qonimizni oladi, ichadi. Lekin u bizga keraksiz qon bo'lmaydi-da. Просто bizga kerakli narsa, zulikdan bizga foyda narsa, uni so'laydi. Grijaga olishda foyda yo'q, bunaqa katta foydasi yo'q. Просто qonni suyultiradi. Davlinaga foyda. Davlinaga foyda. Grijaga olishda. Ha, kim mana MRTga tushganda aytgan, tizzada parda yirtilibdi degan. Men opam operatsiya qilgan. Tizzani bilan yiqilganingizda o'sha og'riqlar ta'sirida. Mana tizzada Minsk yirtilibdi degan deyilgan kimlar shunaqa aytilgan? Tizzani yo'q, oldi orqasida ham. Yana qaytamiz mana bu rasmimizga. Endi tasavvur qilinglar, bu yana tizza. Bu tizza. Tizza bo'lsa, o'sha o'rtasida pardasi bor, suyaklar. Pardasi. Xo'p, bu mana shu parda yirtilishi mumkin. Sabab nima? Sabab yosh, bizning yoshimizda bu travmalar, futbol, jarohatlar, travmalar. Sizlarning yoshlaringda bu kollagenlardan tashkil topgan, yo odamlarning yoshi o'tgan sari kollagenlarni bunaqa qayishqoqligi kamayib boradi. Xrupkis bo'lib qoladi, qattiqlashib boradi. Keyin masalan yoshliklarda chaqqon bo'lib yurgansizlar, sal yoshdan katta bo'lganda agar sal qayirib olsanglar ham mana shu parda yirtilib qolishi mumkin. Mana shu parda yirtilib qolishi mumkin. Shu parda yirtilsa juda ham ko'pchilik birdaniga yugurib operatsiya deyishadi-da. Operatsiya emas. Aslida bu o'zi parda tiklanmaydi yirtilgandan keyin. Bu pay. Buni faqat tikish mumkin. Tikish mumkin, bo'lmasa tiklanmaydi. Lekin bizga tiklanish kerakmi? Yo'q. Обязательно shart emas, bu pardani biz qayta tiklashimiz shart emas. Faqatgina mashq qilsak, chunki bu bitta parda mana shu yerda bormasdi. Mana bu yoqda ham bor pardalar. Mana bu yoqda ham bor pardalar. Bundan tashqarida ham katta pardalar bor. Paylarimiz bor. Ular juda mustahkam. Agar sizlar to'g'ri mashq qilsanglar, mana shu pardalar kuchli rivojlansa, bu hech qanaqa parda hech qanaqa sizlarga ziyon qilmaydi, yirtilgan. Lekin ko'pchilik MRTga tushadi, og'riq bo'ladi. Sizlar marta yirtilgandek boradi, operatsiya qilish kerak, boshqa qilish kerak. Bunga shart emas. Agar tiqilib qolmasa, mana shu prostdan yirtilgandan ichkariga kirib, mana bu suyakka taqalib qolmasa, operatsiya kerak emas. Prost o'zi mana bunaqasi yirtilgan bo'lsa, faqat mashqlar qilish kerak. Mana bu paylarni kuchaytirishimiz kerak. Agar bu paylar kuchaymasa, xuddi yurganda oyoq yo'qman ichkariga, tashqariga chiqib ketayotgandek bo'lib qoladi. Chunki chiqib ketayotgandek. Juda og'ir bergani tunda bo'lib o'shyapti-da. Yo'q, bo'lma ishmasi kerak. Oshqozonni tamom. Qanday mashq boshqa qilsa bo'ladi? Mashq ko'rsatib bergan oddiy mashqlar mana shu. Oyoq ushlaysizlar, tagidan sekin bukib ko'tarasiz. O'tirib turish yo'q. O'tirib tursanglar, butun nagruska oyoqlarga tushadi-da. Oyoqlarga tushadi. O'tirib turib osteoporoz mana bu bitta bo'g'imni, bitta suyakni kasalligi emas. Osteoporoz butun organizmning kasalligi. Hamma bo'g'imlar, hamma suyaklarning kasalligi. Shuning uchun biz osteoporozni avval ovqatlanishni to'g'rilashimiz kerak. Shakar mumkin emas, gazli ichimliklar mumkin emas, sut, qatiq, tuxum, jigar, til. Ko'proq yeyish kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak, salatlar ko'proq yeyish kerak. Mashqlar.
boya aytgandek, demak, osteoporoz hamma suyaklarimizni nimasi? Kasallik. Demak, hamma suyaklarimizni mashq qilish. Og'riq qaqshlashda hozir. Qaqshash bo'ladi. Tasavvur qiling, sovuq tushdi, qaqshaveradi. Hamma bo'g'inlaringdan qaqshaveradi, to'g'rimi? Mana shu osteoporozning belgisi. Nima bu ovqatlanish to'g'rilaysizlar, mashqlar ertalabki emas, kun davomidagi mashq. Ertalab qildinglar, obedda qildinglar, kechga qildinglar. Kun davomidagi mashq qilasizlar. Keyin kalsiy bilan vitamin D ichish kerak. Mana sizlar ko'pchiliklarning kelinlaring bor, o'zlaring ayollarga juda ham rahmim keladi. Bizning ko'rigimizga yosh ayollar keladi, 30-35 yoshda ko'rsanglar suyagi yemirilib ketgan. Juda yomon-da bu narsa. Chunki hali endi tug'adigan, bolalarni katta qiladigan, o'sha yashaydigan yoshda invalid bo'lib qoladi-da. Ularga aytgis keladi. Endi hammaga aytgis keladi. Nimaga sizlar o'sha birinchi tug'ruqdan keyin o'zlaringga qaramaysizlar? Nimaga sizlar keyingi tug'ruqda orasida o'zlaringni tikla olmaysizlar? Chunki ikkita tug'ruqda orasida organizm tiklash kerak. Kalsiy ichish kerak, vitamin D qabul qilish kerak, mashqlar qilish kerak. Chunki o'sha yemirilgandan keyin biz yordam bera olmay qolamiz. Mana sizlar eshitib turibsizlar. Hech bo'lmasa sizlarga men gapira olyapman-da. Hech bo'lmasa sizlarga ayta olaman. Sizlar o'zlaring hech qachon kutmanglar tizzalaring qachon og'rishini. Hech qachon kutmanglar qachon grija bo'lib qolishlaringni. Hech qachon kelinlaringni kutmanglar. Oyoq sizlarga kimga mana hozir oyoq og'risa, kelinlaringni, qizlaringni oyoq og'rishini kutmanglar. Hozirdan boshlaylik. Ularga oddiy hech qancha pul turmaydi kalsiy. Bitta 60 ta bo'ladi, tursa 100 ming, 50 ming turadi. Vitamin D 50 ming, 60 ming turadi. Bir yilda xatiyab 2 marta olib beringlar shuni. Ana shu narsani olib berganliklaring o'zi mana shu kelinlaringni, shu o'zlaringni hayotlaringda juda katta effekt beradi. U kelajakda masalan bitta operatsiya deylik, mana shu suyakni operatsiyasi kamida hozir suyak temirni o'zi 50 million turadi. Operatsiyasi yana o'sha qo'shimcha 20-30 million. Undan keyin mana bo'ladi, faqatgina doktor nazoratida homilador. O'sha regulirovka qilish kerak dozani. 20 million turadi operatsiya. Undan keyingi nogironlikchi, undan keyin azobchi kerakmi? Uni qancha turadi mana shunda? O'shani oldini olish sizlarning qo'llaringda. Onasizlar, mana farzandlaring bor, o'zlaring bor. 40-35 yoshdan keyin hamma ayolga bir yilda 2 marta kurs lechina bo'lishi kerak kalsiy bilan vitamin D. Vitamin D bizning sharoitimizda aytadi quyoshdan olamiz. Bo'lmagan gap. Quyoshdan olishimiz uchun qip yalang'och bo'lib quyosh tagida 2 soat yotishimiz kerak. Bunaqa hech kim qilmaydi. Hech kim qilmaydi. Bu vitamin D'ni quyoshdan olish bo'lmagan gap. Vitamin D ichish kerak. Kalsiy ichish kerak. Mana sizlarga ham kalsiy effekti juda zo'r. Juda zo'r. Mana shu tizzalaring og'riqlariga, qirsillashlariga juda ham ta'siri zo'r. Kalsiy D3 deb yozib ber, o'sha ichidami kalsiy? Kalsiy D3 har xili bor. Har xili bor. Alohidasi bor, vitamin D ni alohasi. Yurak og'riganiga mashq bo'ladimi? Yo'q, yurak og'rig'i sal boshqacha narsa. Mashq emas. Mashqlar bor, reabilitatsiyasi bor. Uni yurakning og'rig'ini sababini topish kerak-da. Bo'limlari bor. Yurakni ham qon quyuqlashidan, keyin bo'g'inlar og'rishidan, qon tomirlari torayib qolishidan. Agar siz savol bermoqchi edingiz, sizlarga artroz bo'ldimi men? Doktorga bo'ldimki, sizlarga qo'lim suyuqlik yuboramiz, yaxshi bo'ladi degan. Siz sal kech keldingiz-da. Eshitmay qoldim. Va biz uni gaplashdik. O'sha tizzangizni suyuqligi kamayganda ikkita usuli bor uni ko'paytirishdi. Tizzani o'sha o'ziga ukol qilish bor bittasi, siz aytgandek. Bittasi mashqlar bor. Sizga men shaxsan o'zim ukolni tavsiya qilmayman. Chunki siz 4-etajga o'zingiz ko'tarildingiz. Har bir inyeksiya, har bu bir jarohat. To'g'ri, u igna bilan bo'lishi mumkin, lekin u ham jarohat. Kerak emas u bizga. Chunki siz o'zi yurib turibsiz. Siz vazn tashlang. Siz hozir mana davolanyapsiz-ku, sanatoriyamiz. Zo'r. Mana shu sanatoriyadagi parafinni oling, har xil vannalarni olingda mashq qiling. Mana shu qayerda mana biz shu yoshingizga kirib biron marta ukol olgansizmi tizzangizdan? Yo'q. Olmagansiz. Lekin biz ham olmaganmiz, mana sizlar ham olmagansizlar. Lekin o'sha yog' paydo bo'lgan-ku, to'g'rimi? Qayerdan paydo bo'ladi? Mana bu mushaklarimizdan paydo bo'ladi. Mana shu mushakni qancha biz bukib yozib ishlatsak, o'shancha ko'p yog' paydo bo'laveradi. U shpritsdagi yog' bir marta qilindi, lekin mana shu yog' bu doimiy turadigan narsa emas.
Bu yog' u qonga o'xshab aylanib turadigan narsa. U so'rilib ketib qoladi. Masalan, bir marta qildi, foyda beradi, 1 oy, 2 oy foyda beradi. Keyin yana o'sha qanaqa ahvolingiz bo'lsa, o'sha holatga qaytib qolasiz. Undan ko'ra bu tabiiy o'sha vazn tashlash, mashqlar bilan qilganingiz sizga uzoq vaqtga foyda beradi. Men o'rtog'im tizzasi suv yig'ildida olib tashladi. Keyin yana suv yig'ildi. Tizzani suv yig'ilishi mana tizzamiz mana tizza deylik, mana tizza bo'g'imida, tizza bo'g'imida suyuqlik yig'ilib ketdi. Mana savol. Kimda tizzasida shunaqa suyuqlik yig'ildi? O'rtog'imda ekan. Kim bu? Keyin yana yig'ildi deb yana oldi. Sizlarda ham bo'lganmi shunaqa tizzangda og'riq bo'lib? Tuz yig'ildi. Tuz yig'ilmagan. O'sha tuz yig'ilgan ekan o'sha. Mana qaranglar. Tuz yig'ilishi bilan bir xil narsa. Xo'p, mana bu yerda tog'ay degan to'qima bor degan. Tog'ay. Bu suyaklarni bir-biriga ishqalanib, zararlanishini oldini olib turadigan tog'ay parda. U qattiq narsa, lekin suyakka o'xshagan qattiq emas. Mana bu yumshoqni ko'ryapsizlar, ochilib yopilyapti. Xuddi shunaqa yumshoqroq narsa. Bizani boya aytganimizda yog' kamaysa, birinchi o'shalarga nagruzka tushadi. Har urilganda qarsillab tegarida sinadi uni. Singanda mayda-mayda ignaga o'xshagan narsaga parchalanadi. Endi o'sha ignaga o'xshagan narsaga parchalangandan keyin ichkaridan ular tiqilib sanchiladi. Sanchiladi, og'riydi. O'sha narsani biz tuz deymiz. Hech qachon tizzamizda tuz yig'ilmaydi. Biz qancha ko'p tuz yemang, bu bo'g'imda to'planmaydi. Borsak tuz bor ekan deydi. Ha, o'sha tuz degan narsa mana shu tog'ay to'qimasini parchalanishidan kelib chiqqan mayda-mayda sinib bo'lakchalar. Endi nima uchun shish bo'ladi? Tasavvur qiling, prosta mana qo'limizga tikon kirdi. Tikon kirsa nima bo'ladi? Shishib chiqadimi? Shishadi, to'g'rimi? Yerinadi, shishadi. Yerinlash sababi tikon tashqaridan kelyapti, infeksiyasi bor. Lekin ichkaridan sanchilsa, mana shu narsa parchalanib ichkaridan sanchilsa, unda infeksiya yo'q, lekin yana shishadi. O'sha yerda suv paydo bo'ladi. Bu aytganingizdek, suv paydo bo'ldi, olib tashlaydi uni, yana paydo bo'ladi. Chunki sababini davolamayapti. Yana aytamiz, biza kasallikni simptomini davolamasligimiz kerak. Biza kasallikni sababini davolashimiz kerak. Mana shishyapti. Nima uchun shishyapti? Chunki prosta mana bitta suvni olib tashlash bu yechilmasda. Sababini olsa yo'q bo'lib ketadi. Sababini davolash kerak. Sabablari ko'p. Tizzani shishini sabablari poliartrit bo'lishi mumkin. Mana bunaqa artroz bo'lishi mumkin. Reaktiv artrit bo'lishi mumkin. Yoki bruselloz degan kasallik bor. Mollardan, echkilardan, tuyalardan yuqadigan kasallik bor-da. O'shaning hisobiga ham shishadi bu. O'shaning uchun sabablari ko'p. Buni sababini bilmasdan turib, biz tavakkal dori ichaversak, tavakkal ignani tiqib suvni olib ursak, uni foydadan ko'ra katta zarar. Men D3ga topshirdim. Analiz topshirdim D3ga. D3. 4-8 chiqdi. Monovitaminlarni ichatdim. Endi ichishim kerakmi yo normaga yetibmi yo endi yetaman ekan. Norma qanaqa edi? 30-60 gachami norma? 4-8 48. Xo'p, norma. Laboratoriyalarning normalari. Ikkovi ichganim to'g'rimi? To'g'ri ichgansiz. Laboratoriyalarning normalari hammasi apparatga ko'ra har xil bo'ladi. Bitta apparatda o'lchasanglar 10 gacha norma deydi, bitta apparatda o'lchasanglar 20 gacha norma deydi. Bu endi apparatning ichki xususiyatlariga bog'liq. Lekin normaga chiqishi juda ham sekin kechadi. Masalan, vitamin D ni tekshirtirdinglar. Menimcha bizning klinikada bor vitamin D tekshirish. Tekshirdik. Bor? Ha, o'zimizda ko'rib oldik. Yaxshi. Vitamin D ni mana bizda tekshirar ekan. Men o'zi bu klinikaga men oyda bir marta kelib turaman. Konsultant vrach bo'lib ishlayman bu yerda. Bor ekan. Vitamin D ni oshishi sekin kechadigan narsa. Bugun o'lchadinglar, ertaga dori bir oy ichib katta o'zgarish qilmaydi. Doimiy ichib borish kerak vitamin. Endi moy ichib yuraveramiz. Qancha muddat iching? Uni yozda eng issiq kungacha ichasiz. Ham uni etap. Masalan, 2 oy ichdingiz, 2 oy pauza. 2 oy ichasiz, 2 oy pauza. Shunaqa. Yaxshi effekt berdi. Qaranglar, shu dorilar haqida kelinglar, dorilar haqida ozgina gaplashamiz. Dorilar haqida gaplashamiz. Xo'p, kim vitamin D yoki qanaqa dori ichyapsiz? Ko'rinadigan dorisini olmoqchimiz biz. Biz quyosh nurida biz hovlidan tommayman. Meniki o'ta past chiqdi shu vitamin. Chiqadi. Kim mehnat qilaman? Mayli mehnat qilsangiz ham quyosh olmaysiz.
Endi yana 15 kunda. Hozir yana 15 kunda bo'lsam bo'ladi. Vitamin D, Kim armonchyapti yana? Ya bak hamma shu ardonim bak. Ben kameralarimiz bor, bunaqa yomon gaplar gapirmaymiz. Xo'p, sizlarga asosiy mana dorilar olganda sizlar bir narsaga qarashinglar kerak. Batlar bu dori emas. Dori olgan paytlaring aptekadan olasizlarmi, fermadan olasizlarmi, qayerdan reklamadan olasizlarmi, o'qib ko'ringlar-da. O'qib ko'rsanglar yozib qo'yadi. Bu vosita dori emas deb yozib qo'yadi. Bu dori emas narsa men uchun foyda. Men ichaman bat. Men chunki sog'lomman. Sog'lig'imni mustahkamlash uchun bat ichaman, menga yaxshi. Sizlarga, ya'ni o'zi vitamin D defitsit bo'lgan odamga, kalsiysi kam bo'lgan odamga u ta'sir qilmaydi. Sizlar mana siz so'radingizmi, kim so'radi? Fermalarning kalsiylari, Germaniya, Angliya boshqa. U dorilar menga yaxshi. Mana yosh odamga yaxshi. Bizning organizmimiz yosh, hali kalsiylarimiz bor. Uni ichsak, biz yana ham sog'lom bo'lamiz. Lekin sizlarda kalsiy kam. Ulardagi doza sizlarga yetmaydi. Ular qimmat, ularni upakovkasi chiroyli, qadoqlari chiroyli, reklamasi zo'r, ming dardga davo deydi. Eshitib, men o'zim to'g'risi bir kun ko'p televizor ko'rmayman. Mehmonga borganda bir televizor ko'rib qoldim, majbur bo'lib. Men qarasam, bitta reklama bo'lyapti-da. Men qaradim, men dedim, bo'ldi, yig'ishtiraman doktorlik dedim. Shunaqa dori yaratilibdiki dedim. Men sohamdagi hamma kasallikni davolayotgan bitta kapsul. Ammo bu bilimlarni men o'sha kasallikni davolash uchun hozirgacha 10 yil o'qiyotgan bo'lsam, ya'ni yana 10 yil o'qishim kerak-da. Lekin ular reklama qilayotgan dori bitta kapsula butun boshni meni hamma kasallikni davoladi. Men yig'ishtirsam bo'larkan. Men dedim, yig'ishtirsam bo'larkan dedim, men sohamni dedim. Shunaqa. Ularning reklamasi zo'r, ularning qadovi zo'r, ularning upakovkasi zo'r, lekin ular sizlar uchun mos emas-da. Sizlar haqiqiy dori olishingiz kerak. Haqiqiy o'sha katta miqdordagi, yetarli dozadagi kalsiymi, vitamin D'mi, chunki turlari ko'p-da. Turlar juda ham ko'p, vitamin D ham ko'p, boshqa ham ko'p. Mana shu narsalarni hammasini o'zining dozasini to'g'ri qilib olish kerak. Necha marta olamiz aka ko'lini? 3 marta olasiz. Uni aytdim, etapni. U 3 ta yo'q. Yo'q, uni 3 ta 4 ta soni yo'q. Uni mana 1 oldingiz, 2 oldingiz, yana pauza bilan yana olishingiz kerak. O'lchatasiz, yana olasiz. O'lchatasiz, shunaqa etap olish kerak. Tabiiy narsalar. Osteoxondroz. Boya gapirgan gapimiz osteoxondroz. Mana bu o'sha suyaklarni bitta mo'rtlashib qolishi, mana bitta pardalarni mo'rtlashishi, chunki umurtqa pog'onasi har orasida ham disklar bor-da. Qisilish arafasi. Uni ham boya aytdik, siz bormisiz yo'qmisiz? Dori shuni qaysi darajaga kelsa keyin almashtirish mumkin. Biz dori bilan bemalol davolay olamiz 1-2 darajasini. 3-4 darajasida o'ylab ko'rish kerak operatsiya. 4-daraja 100% operatsiya. To'g'ri ovqatlanish, keyin sportga qilgan. Xulosa qiladigan bo'lsa, mana shu bo'g'im og'riqlari, umumiy hamma bo'g'im og'riqlarida Yurish mumkin emas, mumkin emas. Mana 300 kilo tosh ko'tarish mumkinmi? Mumkin, lekin menga emas. Men hozir 10 kilo ko'tarishim kerak. Siz ham shunaqa. Hozir sizga balki yurish mumkin emas, o'tirib mashq qilish kerak. Siz birinchi uyda prosta mashqlardan boshlang. O'tirib mashqdan boshlang. Sekin-sekin yurishga o'tasiz. Avval 300 metr yurasiz, keyin 400 metr yurasiz. Keyin 1 kilometr yurasiz. 3 kilometr yuradi. Har kuni ertalabda namozdan keyin. Keyin asha yurmay qo'ysa, og'riq kuchayib ketdi. Keyin yurmay. Zarar berishi mumkin-da, ortiqcha. Aytdim, men bular aytdim, turnikka tortilsa hamma uchun og'rib qoladi deb. Hozir sizga mumkin emas. Hozirgi holatingiz mumkin emas. Men ko'pchilik ish qo'yadi. Hozir sizga mumkin emas. Avval mashq qilishingiz kerak. Mashq qilishingiz kerak. Keyin bekor vitamin dona ko'payishga bitta vosita tabiiyki uzoq vaqt ichib yuraveradi. Ertaga konsultatsiyaga kirsangiz o'tirib gaplashib dori yozib beraman. Xo'p, xola.
Bitta bo'ladi. Ha, shunda bo'ladi. Marshrutga kelasiz. Yo'q, bu yerga emas, men klinikada bo'lib, 8 dan boshlab. Yo'lni chiqdi-da o'sha yerda. Boshqa yerim yaxshi. 13 juda yomon emas, qoladi. Xullas, Ertaga qo'yasiz. Ben bir oyda marta kelaman, klinikaga, konsultatsiya qilashiman, klinikaga qabul qilasiz. Qayerda o'qiyman? Mana men o'zim Joyishda. Mana shu yerga joyishda. Xo'p, xulosa mana, yana kimda mayli? Kimda yana savol? Savol bo'lmasa, mana usta xulos, ha, ayting. Almashtirganman. Toz bilan mana bu. Sharovoy. Endi hozir 4 yil bo'ldi. Nervlar yurib borayotgan paytda tortishib qoladi. Bitta joy tegib kelsa, shu operatsiyadan tamom. Reabilitatsiya kurslarini olgansizmi? Olganman, mashqlarni qilganman. Hozirchi? Hozir ham qilyapman. Lekin shu tortish qolmayapti-da. Analiz topshirib berishingiz kerak har 3 oyda. Yallig'lanish mana bu HT deydi, remofaktor deydi, o'shalarni topshirib berishingiz kerak. Agar sal baland bo'lsa, yallig'lanishga qarshi dorilar bor, spazmatik dorilar bor. 3 oyda 10 kun, 5 kun olishingiz kerak o'sha narsalarni. Mashqlar to'xtamas. Yallig'lanishdan kelib chiqadigan narsalar bu yerda tortishib qoladi. Shunaqa, yallig'lanishdan kelib chiqadi. Xolos siz nima demoqchi edingiz? Bo'g'imlar, shamolat, davolarni ko'zga hisoblayapmiz-da. Yana kalsiy ichib yurishimiz kerakmi? Ha, kalsiy bu davolanish uchun emas, sizlarning sog'liqlaringiz uchun. Men yosh kattalarni ko'rsanglar yo'lda bukchib qolasiz, ha? Ular o'tirib qoladi, gavdalari tushib qoladi. Mana shu narsani oldini olish. Mana shu narsa. Bu kalsiy bilan vitaminni bu qanaqadir davolash uchun emas. 18 yoshga kirgan qizingiz bormi? Bering kalsiy bilan vitaminni. 25 yoshga kirgan keliningiz bormi? Bering kalsiy bilan vitaminni. Farqi yo'q, yoshini farqi yo'q. Uni jinsini ham farqi yo'q. Kalsiy vitaminni sog'liq. Ha, buniga bitta. Endi uni agar defitsiti bo'lsa, ko'proq beramiz. Kalsiyga qarab, vitaminni analiz qilamiz. Vitaminning ham bosqichlari bor-da. Kimdadir juda ham kam, kimdadir ortiq, shunaqa. Unga qarab. Ishimizda hozir qanday topshirishimiz kerakmi? Hozirda davolarni hisoblaganimizdan keyin xulosamiz shu, bo'g'imlarimizni salomatligi uchun doridan umid qilmaylik. Doridan umid qilmaylik. Dorilar bizani bo'g'imlarimizni saqlab qolmaydi. Agar biz o'zimiz hayotimiz davomida 80 yoshda ham 90 yoshda ham o'zimiz bo'g'imlarimiz bilan yurishni xohlasak, dorilar bilan yashashni xohlamasak, to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri mashqlar qilsak, bizga dori kerak bo'lmaydi. Hammaga rahmat, sog' bo'laylik. sanatoriyasini milliy shirinliklar kafesi ochildi. Birinchilardan bo'lib biz o'tiribmiz. Javohoniy mana shu ishlariga Alloh barakat bersin. Odamlar ko'paysin. Hammalari kelib, o'sha yerlarda shifo olib, shu kabilarga kelib, nima desam, xursand bo'lib, ishlarini davom ettirishsin, sog' bo'lishsin. Mana shu qizlarimiz ham mehnat qilishyapti, tanganlari sog' bo'lsin. Doimiy mana shu joyda odamlar bo'lsin, xalq bo'lsin. Hammalari xursand bo'lib, mana shu shirin qizlarimiz qo'llari bilan pishirayotgan pichonlarni, shirinliklarni tatib, xursand bo'lib, dam olib ketsin. Yangi O'zbekistonimizda yangi bundan-da chiroyli kafelar ochilishiga tarafdormiz. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Endi u yoqqa Joni sog' bo'lsin, niyatlariga yetsin. Xalqqa xizmat qilyapti, xalqni davolayapti. Mana Toshkentlardan vrachlarni olib keldi. Mazza qildilaring, to'g'rimi? Mana Masajon ham Tanjon sog' bo'lsin. Rahmat.